Spermogramma topshirdim. Spermogrammada 1-2 dona deb yozib berdilar. Spermatozoidlarim sanoqli ekan. Buni davolasa bo'ladimi deb yozib qoldiribdilar. Xo'p, hurmatli erkaklar. Qaranglar. Agar sizda единичный chiqqan bo'lsa, ya'ni sanoqli spermatozoidlar chiqqan bo'lsa, birinchi navbatda men siz bilan gaplashishim kerak. Butun anamnez yig'izini, ma'lumotlarni yig'nashim kerak. Keyin sababini qidirishim kerak. Buni sababi dim ko'p. Gormonal o'zgarishdan tortib yallig'lanish, mayitlik kichirayishi sabab dim ko'p. Noto'g'ri hayot tarzidan ham bo'lishi mumkin. Siz bilan gaplashishim kerak, sababini topishim kerak va to'g'ri davo qilinsa, natijaga erishsak bo'ladi. Natijalarimiz dim ko'p. Yaqinda emas, bir bemorimiz kelib ketdi. Единичный spermatozoid, ya'ni sanoqli spermatozoid bilan keldilar. 1,5 oy adashmasam, 1,5 oy 2 oy lichana qilindi. 90 million chiqdi. Ya'ni 1 millilitrda 90 millioncha spermasi ko'tarildi. Общий 270 million bo'ladi, adashmasam. Ya'ni qarang, konkretni sababini topib, to'g'ri davolansa, sog'lom turmush tarzi qilinsa, spermatozoidlarni to'g'ri diklasa bo'ladi. Ya'ni spermogrammani yaxshilasa bo'ladi. Buning uchun siz androlog shifokorga kelishingiz kerak. Agar sizda shunday muammo bo'lib turgan bo'lsa, bemalol ko'rikimizga kelishingiz mumkin, sizlarni kutib qolamiz. Kimda shunday muammo bo'lib turgan bo'lsa, shunday danishingizga buni yuborib qo'yinglar, albatta buni ko'rsin.